Qarangda, hurmatli kuzatuvchilar. Neyropatologga uchrashasiz yoki travmatologga uchrashasiz. Og'riqlaringiz bo'yicha. Именно belda og'riq, oyoqda og'riq, qo'lda og'riq, boshda og'riq, uyushishlar, holsizliklar, qo'lda, oyoqda, boshda bo'ladigan barcha holatlar. MRT qil deydi. MRT qildirasiz. Pochkada ham og'riq bor deysiz. Pochkani tekshirtirasiz. Itogo. Mablag' sarflaysiz. Vaqtingiz ketadi. Sizga retsept yozib beradi. Qog'ozda. Aptekagacha borasiz, hisoblatasiz. 2 million qancha ekan? O'ylab qolasiz. Aptekchiga nima deysiz? Ertaga kelib olib ketarman deysiz-u, ma'yus chiqib ketasiz. Sizga shuncha xarajat shartmi? Kelasiz, sizdan kimgadir 5 minut, kimgadir 20 minut vaqt talab qiladi. Hech qanaqa MRT qog'ozlarsiz. Hech qanday MRT rentgen qog'ozlarsiz. Ukol dorilarsiz. Kelasiz. Barcha umurtqa pog'onangizni qo'l bilan ko'rib chiqaman. Qo'l bilan. Mana hozir sizlarga tavsiya qiladigan videomni tashlayman. Instagramda qo'yilgan videolarda qolganlarini ham ko'rsangiz, to'liq ko'rib chiqsangiz, har xil og'riqlar bilan murojaat qilgan bemorlarni ko'rasiz. Qaysidir sizning og'rig'ingizdir. Tushunmagan joyingizni o'sha videodan tushunib olasiz. Aytganda, YouTube'da ham kanalimiz bor. Instagramda ham kanalimiz bor. Oxirida obuna bo'lishni unutmangizlar. Sog' bo'lasizlar. Kechadan beri og'riyapti-da. Oldin ham sal-sal og'rib turadi. Kecha o'sha uzun asli og'riyapti. Oyoq bilan yurgan. Bosh og'rig'i ham yo'q emasmi sizda? Bor ozroq. Bosh og'rig'i bo'lib turadi chunki bo'yin umurtqa pog'onasi ham qisilgan. Keyin ko'krakni oldi tomonga ham og'riq yo'qmi? Yo'q, har zamonda. Chunki mana bu narsa ko'krakni oldiga beradi-da. Umurtqa pog'onasi. Qoningiz ham quyuq. Quyuq bo'lishi kerak. Og'riqlar ochildi. Hamda turib yurib ko'ring, keyin davom etamiz. Holatni bilishimiz kerakmi? Kelganingizda qanday edi, hozir qanday? Yo'q bildi. Ha? Og'riqlar bormi? Men bu yerga tortilyotibdi mana. Belda kasal borlar. Oldiga qarab egiling chiqadi. 2 marta qilaylik, qo'rqmasdan. Endi o'tirib turib ko'ring. Buni oyoqni tortib yotibdi. Hozir qanday? Yaxshi. Hozir yaxshi. Endi davom etamiz.